Muhabbatnoma. Ayşem İsmail Tabassum. İnsanның hayotida 6 yoshdan qanchasi bo'lishi mumkin? Barliq kishilar bilgandek, faqatli birsi. 16 yosh, 26 yosh, 36 yosh yoki 46 yoshga o'xshamaydigan. Faqat va faqat birsila. Muhabbatnoma 1-qism. İnsanның hayotida 6 yoshdan qanchasi bo'lishi mumkin? Barliq kishilar bilgandek, faqatli birsi. 16 yosh, 26 yosh, 36 yosh yoki 46 yoshga o'xshamaydigan. Faqat va faqat birsila. Hozir 6 yoshlik bolalar nima ish qilayotgan bo'lish kerak? Cho'qim yaslida, ota-onasining bag'rida, yana texi do'stlari bilan xushal-xo'ram holda o'yinchiq o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Qanday baxtli bolalar, ha? Shularga havas qilaman. 6 yoshidan hech ham mahrum bo'lmasin deb tilayman. 6 yoshiga qong'ili nisb bo'lsin deb umid qilaman. Bu yoshida hech bir ochiq qismatlarga duchor bo'lmasligini, sabiy, güdak bolaligidan meningkidek jarohatlik aslimlar qolmasligini orzu qilaman. 6 yoshlik bolalarning 2 qo'li, 2 puti bo'lishi muqarrar. Qandaqli bo'lsin, bolalarini bu dunyoga sog'lom ko'z ochqizgan barliq ota-onalar intayin ulug'. Meningmi ashundaq ulug' ota-onam bo'lgan. O'zlari qandaq o'ylashidan qat'iy nazar, ular mening qalbimda hel ham hammadan ulug'. Demoqchimanki, 6 yoshlik bolalarga havas qilganimdek, put-qo'llari bejirim bolalarga nayt havas qilaman. Shu yili menmi 6 yoshda edim. Yasliga baratdim. Apam meni kelar yili so'mki esib, boshlang'ich maktabga borasan degan. Menmi shuning uchun bakli xushal edim. Bo'yimning tezroq o'sishini, meni 6 yoshimda tutib turib olgan bu 1 yilning chapsanroq o'tib ketishini umid qilatdim. Har qitim opamning qo'lini tutib, bizning yashliga boradigan ko'cha avtobusga chiqqanimda, chiroyli sumkalarini dumbisiga chaplashtirib esib, qip-qizil galostigini lapildatib, maktabga berish uchun biz chiqqan avtobusga chiqayotgan mendan sal cho'ng bolalarni ko'rsam, yig'lig'im keladi. Opam bularni tushunib turadi. Mening o'maq qizimni kelar yili maktabga boradi. Bak chiroyli sumka yetib beraman. Andan tirishib yaxshi o'qisa, mushu ochillardek pioner bo'ladi, qizil galostik taqaydi. Opamning bu gaplarini anglab kulatdim. Yuragimdan chiqarib, echilib kulatdim. Shu kelar yilining tezroq kelishini orzulab, bir kecha o'tib, ertasi tong otsimi, olamcha xushal bo'lgan kunlarim ko'p edi. Lekin opam aytgan o kelar yili kelmay turibla, ishlarda osmon zamin o'zgarish bo'lib ketdi. Nemishqimi shuncha kepsiz bo'lg'aydim. Hozir o'ylasam, u ishdan qanchalik xushal topqinimnimi, nemishqa shunda qilganimnimi bilmayman. Aqlimga kelganda bilsam, shu chaqlarda dadam qatnash boshqarish idorasida ishlaydi ekandiq. Balkim idorasining imkoniyati yo'q bo'lsa kerak, o'ltiraq uy ta'minlabmi bermabdi ekan. U chaqlarda biz opam ishlaydigan doktorxonaning xizmatchilar binosidagi oddiy 2 eg'izliq uyimizda turardik. Bu uyning mehmonxonasimi yo'q edi. Opam tamoqnimi koridordagi kichikgina bo'shliqni egilib yasab olgan oshxonada etadi. Bizlar emas, hamma oila shundoq edi. Endi yangi uyga ko'chimiz. Chiroyli yangi uyimiz bor bo'ladi.
Bir kuni opam bilan dadam tuyuqsiz xushal bo'lishib, qiyin-qiyinga patmay qilishdi. Opam meni erkilatib, yuzlarimni mo'tab so'yibmi ketdi. Zodi qandoq ish ekanligini aniq tushunib bo'lguncha bir kuni o'ri tubi bo'lishibla boshqa bir uyga ko'chdik. Bina uyning 3-qavati. Balkoni azada mehmonxonasi. 3 yataq, bir oshxona, bir tozliq uyi bor azada uyga ko'chib kirdik. Yangi uyimiz haqiqatan chiroyli edi. Men bu uyni bakli yoqtirgan edim. Eng muhimi, mening ayrim hujram bor bo'lgan edi. Apam koni uyimizdagi karvatimni bu hujraga akirib qo'yib, boshqadan kirlik va yopqish tikib, deriz to'r parda esib, hujramni chiroyli qilib yasab berdi. Shuningdan keyin o'yinchiqlarimni karvatning tagiga qistab yig'ishtirmaydigan. Qo'njaqlarimni karvatimning ustiga chiroyli tizib qo'yib, kechda shular bilan birga uxlaydigan bo'ldim. Atdiganda derizdan quyosh nuri tushib meni uyg'otdi. Qo'njaqlarimni quchoqlab, rohat kerilib uyg'onatdim. Keyincha bu binoda o'ltirdigan dadash apashlarning bolalaridan kichik do'stlarim bor bo'ldi. Ular bilan birga bino oldidagi gullikda, chimliq maydonida, ba'zida ularning uyida, yana ba'zida bizning uyda o'ynaydigan bo'ldik. Men usul o'ynashga amroq edim. Putumni balet usulchilaridek tugib, put uchimda o'ri tura olaydim. Bu harakatni to'liq mashq qilib yurib, bakli tasta o'rgangan edim. Cho'ng bo'lsam usulchi bo'laman, deydim hammasiga. Bizning uyda unalg'u bor edi. Men to'liq chaqlarda usul o'ynab beraman deb, ularni uyimizga yig'ib olatdim. Biroq bizning uyda ularning uyidagidek to'nglatqu, to'xubka, kreslo deydigan narsalar yo'q edi. Do'stlarim bizning uyni o'zining uylariga silishtirib, yaratmag'ila tursa, bak ishim pishatdi. Necha qitim ularni shunda qilgani uchun qo'g'lab chiqarib, birga o'ynamaydigan bo'lib olgan edim. Yangi uyga ko'chib kirib uzoq o'tmay, dadam bilan opam bir muncha harash tatib, mehmonxona uyga xo'rim kreslo bilan aynak choy ustili setilib akeldi. Meg'iz ranglik bu kreslo to'liq chiroyli, hashamatlik edi. Bu narsalar boshqa koni uy jabduqlarimiz ichida alohida ko'zga cheliqib, oilamizning aslida ancha boyashat emasligini izohlab tursimi, bularning paydo bo'lishi uyimizga boshqadan iskat kirib qolgandek tuyuldi. Apam kresloga oppoq to'rdan 3 bo'lonliq yopqish tikib yepib, atovarlab, avaylab ishlatadigan chaynak, stakan yurishligini patnosga tizib, choy ustilining o'ttirig'i qo'yib, meva taxsisiga olma, anar, uzum degandek mevalarni elib, uning yeniga qo'yib qo'ydi. Odatda bu yerda o'ltirishimiz cheklanadi. Ularni qalaymiqan qilib etmasligimiz uchun tamoq zalidagi 4 kishilik ustalda o'ltiratdik. Akam shu yerda topshiriq ishlaydi. Hammamiz birga o'ltirib shu yerda tamoq yeydik. Faqat uyga mehmon kelsala, kreslo bilan choy ustiliga boshlaydi. Men opam diqqat qilmagan chaqlarda yoki dadam bilan akam uyda yo'q chaqlarda kresloda xalqancha o'ltirib, yig'inab, ustiga chiqib sakrab, buxadan chiqichi o'ynab olatdim. Ishqilib, bu narsalarning paydo bo'lishi oilamizga yangi qiyofat, bizga to'lib tashqan xushallik ato qilgan edi. Shunday kunlarning birida uyimizga qo'shnimiz kirdi. Opam ko'ktat aqlaydigan kichik pichig'ini elib chiqib, olma aqlab qo'shni hadashga tangladi. Andan qo'lidagi pichoqni taxsining ustiga qo'yib, u hadash bilan bir hazo paranglashdi. Paranglashib bo'lib, hadash tamoq etadiganligini aytib chiqib ketdi. Opam uni uzitib qo'yib, g'o'dirg'anicha oshxonaga kirib ketdi. Men yo'g'an bir tal olmani chala aqlab, qo'llarimga patqizamay, ching'ida qamallab yeyishga boshladim. Lekin yo ching tutamay, yo tishlayamay avor bo'lib, oxiri olmani to'g'rab yeyishni o'ylab,
pichoqni izlab kresloga sanchilib qolgan yerdan topdim. Yo'g'an almani aplab tutolmaganning avorchiligida o'zim ashundaq sanjib qo'yibdiman. Ushliq pichoq kresloga barmog'im patqudek sanjilib, cho'ng bir to'shik ichilib qapti. U chaqda apam tillaydi, dadam ochiqlaydi deydigan qo'rqinish bo'lsinmi? To'shikka qo'limni tiqib matilab o'ynab, shu yerdan chiqib qolgan seriq ranglik yumshoq bulutni tatib, so'zib, xeyli o'ptali chiqarib qo'yganim esimda. Shu narsani yoqtirib qilib, Kristoning boshqa saq yerini pichoqda tiqib kesishga boshladim. Andin kesgan yerdan bulutlarni tatib chiqarib, bir döve bulut yig'ib bo'lgan chig'imda opamning chiridi chiqirgan ovozi anglandi. Men qattiq cho'chib kaynimga qaradim. Shu hamon opam etilib kelgan peti qo'limdagi pichoqni tartib olib, qochtimga birini soldi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi. Uyni beshimga kiyib, bo'lishiga yig'lashga boshladim. Opamning meni urg'ini bakla har kelgan edi. Opamning kresloni tuzayolmay yig'lab ketganiga qarab turg'ach, toza chiqarib yig'lavassam, dadam akamni agashtirib eshikdan kirdi. Umu nima ish bo'lganligini bilibla meni bir qachat urdi. Kapsizlik qilsam yoki ochig'ini keltirsam, opam kichigimdan ancha-muncha urib oladi. Lekin dadam azaldan urib baxmagan. Bu qitim ikkalisining urg'ini bakla ig'ir keldi. Dadamning xatoligimni ko'rsatib adablaganlarini, opamning ochiqlab peshonamga noqib, do'shkallab, quliqimni so'zib qo'yganlarini faqatli qabul qilolmadim. Krisloni kesib buzivatganimni bilatdim. Lekin buning o'ncha vola cho'ng xatolik ishkanligini u chaqda tushunmabdi ekanman. Ammo hamma naschilik, hamma peshkalchilik, barliq yo'qotishlar asli shu kundan boshlangan ekan. Dadamning to'xtamay tanbeh berishlariga qoyil bo'lmay, uning bilan tang turdim. Kichikligimga baxmay, ochchig'imga elib olib, opamning meni silkishlayotgan, noqiyotgan qo'llarini silkib etdim. Buning bilan dadam teg'im g'azablandi. Taki opam tamoqni pishirib ustalga qo'yib, o'zi aldirab kiyimlarini yengushlab, kechilik ismini almishadigan chaqa ulgurish uchun qandaqdir bir ishlarni topilab qo'yib eshikdan chiqib ketkichimi? Dadamning chalva qashlari, kresloning buzilgan yerlarini tuzashga urinib, hapilishib ketishlari to'xtamadi. U opam tayyor qilib qo'ygan tamoqni yemadi. Akam meni tamoq yeval dedi, uningga yevitdigandek olib, vaqirab chalva qab ketdi. Akam gap qilmay hujrasiga kirib ketdi. Dadam shu peti xeyli uzun qaynagandan keyin nadindir bir tani tepib kelib, silkishliginicha ikki qo'limni kaynimga qilib, ching'ida bog'ladi. Andin paltinglab yo'lqinishlarim, chirqirab yig'lashlarimga parvoma qilmay, meni qo'ltiqlab ko'targanicha yer osti uyimizga ep tushdi. Chirqiroq ovozim palampay koridorda shunchalik yanatdiki, ovozimdan qaytgan aks sadoning ta'sirida o'zimning quloqlarim vingildab ketdi. Dadam meni qop-qorong'u ham zaypraydigan yer osti uyimizga solab qo'ydi. To'xni o'chirib etib, qo'libni sharaqshitib etib, eshik to'yidan yiroqlab ketdi. Shundan keyin dadammi, opammi, akammi bu yerga kelmadi. Men u uyda qo'rqib, titrab, yig'lab turib bir kechini o'tkazdim. Ching bog'langan ikki qo'lim boshda chinqilib, siqirab, telib og'ridi. Xeyli uzun bo'lganda u yushib, bara-bara sezimini yo'qotdi bo'g'ay. Hech qanday og'riq, chinqilish va siqirashni sezolmadim. Ishqilib, mo'ralarimgacha sezim yo'q deyarlik edi. Qarang'u, zay uyda bir kecha uxlamay yig'lab chiqdim. Yerib ketib, yuzlarimni sovuq tamga chaplag'animcha dog' yerdil o'ltiribdiman.
kitobchilik cho'ngliqdagi bir burjakdan ozroq yorug'lik tushishga boshlaganda koridorda taraqshib yurgan qadam tevish angladib mushu uyning eshigida jimidi. Andan tiriqlagan ovozdan keyin qo'lib echilib uzchatning tassida qilgan ovozi bilan tang uy ichi yurdi. Opam, mehribonim opam. Shakila, canım balam. Opam kelib meni quchqiga oldi. Dadam qo'limni bog'lagan tanini men bo'shtay deb hapilshivagashkimi, chingib ketganmi yoki aslida shundoq ching bog'laganmi? Ishqilib opam xeyli hapilishibmi, uni yeshamidi. Qat'iy amal bo'lmagandan keyin opam oshqishdagi tirnoq og'ish bilan uni bir chetdan kesishga boshladi. Beshim qiyib turadi. Faqatla mag'durim yo'q edi. Ha degandila o'ri turamay, opamning quchqiga yiqilib qag'ili oralla turatdim. Opam bir tarafdan meni yulab, bir tarafdan tanini kesib yig'layotganda, dadam bilan akam palaqshib yurib kirishdi. Akammo mening bu holatimni ko'rib, pang'ida yig'layotdi. Opam bilan dadam ikkisi bir hazo hapilishib, qo'limdagi tanini kesib bo'shatganda ching'ilib ishigan, ko'kirib sezimini yo'qotgan belaklarim kayniga qayrilgan peti qaytib qolgan bo'lib, opam qo'lini isitib, ho'rdab, andin o'ylab yurib, ming taslikda medirlayoladigan qildi. Lekin u qo'llarim hech nimani sezmaydi. Muhabbatnoma 2 qism. Lekin u qo'llarim hech nimani sezmaydi. Qo'lim sezmagan seri ig'irlashib, mühramga ig'ir bir narsa esib qo'ygandek. Go'yo bu sangilab turgan ikkisi o'zimning qo'li emas, boshqa biri esib qo'ygan yukdak tuyulmoqda edi. Badallarim siqrab og'riydi. Ammo palon yerim og'riydi deb aytib bermaydim. Ishqilib mag'durim yo'q. Yiqilib turatdim. Ko'zimni ochganimda doktorxonaning oppoq kirligi selingan karvatda yumshoq yotqanga yuginib yetibdim. Opam oppoq sestralar kiyimi bilan cho'chiri posmasini kiyib, yenidagi bir top doktor sestralarga nimalarnidir deb yig'lab yetibdi. Dadam bir yanda beshini tuvan silib yig'lab o'ltiribdi. Shuncha izdabmi akamni ko'rmadim. Shuningdan keyin heliqi doktor sestralar birdam kirib, birdam chiqib, heli uni yezib, heli buni so'rab, sezimimni yo'qotgan ikki qo'lim bilan hapilishib, ovora bo'lishib yurdi. Ammo nima ish qilgan? Ikkili qo'lim izchil sezmaydi. Og'rimaydi. To'nglamaydi, medirlamaydi. Qaram to'l ko'kirib ishig'in peti harakatsiz turadi. Kashga yaqin opam hilqi doktorlarni agashtirib yana kirdi. U bakla chiq-yig'ilgan bo'z kerak. Qapoqlari ishib, yuzi qizirib, ko'zlari o'ldirishib ketgan edi. U karvatda o'ltirib meni quchoqlab, yana bir hazo yig'ladi. Yenadigilar uningga tasalli beribmi to'xtatmagandan keyin sestralar opamni quchoqlab bir yonga surishdi. Andin meni chiroyli bir achash, ishtirib kirgan g'altak bilan mangdigan karvatga elib, karvatni ishtirib sirtqa minishdi. Shu chaqda dadam karvat beshiga esilgan edi. Burun bizning uyga necha qitim bag'an. Tegi yangi uy ko'chgan chaqdimi muboraklab berib, qarangi tushganni qaytib ketgan oq xalat, oq bo'klik boshliq akash dadamning qo'lini karvatdan ajratdi. Endi shuningdan boshqa amal yo'q. O'zingizni tutib eling. Biz oqibatni eng tuvanchakka tushirishga tirishimiz. Risolatga hamroh bo'ling. O'zini oldirib qo'ymasin. Bundan keyin baliqni silab bo'lmasanglar bo'lmaydi. Ular meni elib chiqib ketdi.
Apamning buqildab yig'lab, yiliq sestra ochashni quchoqlavog'iniga. Dadamning yotoq temiga qattiq mushlab, o'kirib yig'lig'iniga qarab, nima ish bo'lganligini bilamadim. Biroq ular mening yig'lab nola qilishlarimga, apam bilan dadamni chaqirib karvatdan tushilishga urinishlarimga parvo qilmay, birisi mo'ramdan, birisi putlarimdan besib turib, oppoq chiroqlar bilan kunduzdak yurib turgan, qamsiqlari o'qil piraydigan, hayvatlik ham g'ayri uskunlar tititlab ovoz chiqarib turadigan, burun quloqlarini butunlay maska bilan etib olgan, hatto qo'llariga palay kiyib, alohida surlik bo'lishib olgan yeşil xalatliq doktor sestralar qatori tizlashib turgan bir uyga epkirib, ustiga so'lyo silinchi yipilgan so'g'uq karvatga elishdi. Üstünki kiyimlerimni saldırışqandımı, yığılab, tipçeklab, zadili jim turmadım. Hammasini tilladim, tepdim. Urug'im, tatlivog'im bor edi. Lekin qo'llarimni medirtamadim. Ular yana shu beti jimjit edi. Tushimdagidek g'uva esimda. Meni yantoq qilib, tugildirib yatqizib qo'yib, nech tarafdan besib turib, umurtqamga o'qil silishdi. Badanimning naridir bir yerlari og'riydi. Andin bara hech nimani sezmadim. Yana g'uva esimda. Ular quloq tuvimdala yog'och har dedi. Balkim yog'och emasdi. Ish qilib badanimni og'ritib turib, bir narsalarni kesdi. Zingildab og'irg'ini bo'ynimmikin, qo'limmikin yoki yuragimmikin, u chaqda toza bilamagan edim. Ularning jon qaqshatqush qo'lidan qutulishga tirishib, bosh engirg'inim esimda. Qon chiqib ketdi. Qisqoch. Taka. Tumurni qisang. Og'riqni sezyotdi. Narkoz bering. Yana uxlab qoldim bo'g'ay. Gaplar to'limi yiroqdan, bakli yiroqdan, xuddi yer ostidan kelyotdi. Qanchalik uxladim bilmayman. Ko'zimni ochsam, yana shu bechora opam yenimda yig'lab o'ltiribdi. Kallam sagak, ammo butun badanim hech nimani sezmaydi. Qarong'i tushgicha midir-sidir qilolmay yotdim. O'rnimdan turg'im kelib ketdi. Biroq turg'ili qo'yish tugul, yotolmay bearam bo'lib ketayotganimni ko'rib turibmi, beshimga yostiqni qo'yib berishmadi. Asma o'qil naytisida qip-qizil suyuqlik meng'vatadi. Menga selishgan bo'lsa kerak. O'qil yinglisi putumda qiladi. Bularning hammasidan g'ayrilik his qilatdim. Ammo tushunishga imkoniyatim yo'q edi. Bir chaqda butun badanim, asosligi ikki qo'lim, mo'ram, bo'yinlarim to'xtamay zingildab og'rishga boshladi. Og'irgan siri qizdimam o'rladi. Opam ha deganda lo'ngi ho'llab peshonamga qo'yib, bo'yinlarimni surtatdi. Yotqanni ichib, badanlarimni silaydi. Shu chaqda ko'rsam, ikki qo'limning, jaynigimning tuvini yo'qdak. Taqida pomlaqlab, obdali pompaytib tengib qo'ygandekli qiladi. Zoda nim bo'lgandi? Nimishqa hech qaysi qo'lim midirlayolmaydigandi? Nimishqa bunda qattiq og'riydigandi? Opam nimandoq to'xtamay yig'laverdigandi? Dadam Krisloning ishi uchun opamni urganmidi ya? Suallarim o'zim bilan qiladi. O'ylasammi, hech kimdan so'rayolmaydim. Og'riq azobi jinimdan o'tib, to'xtamay yig'laydim. Hayotimda tunji qitim mushundaq bir odamga tegib qolganimga pushaymon qildim. O ikki bolamning dadasi. O'zim yaxshi ko'rib, bir yil yurib to'y qilgan. Aslida oilamiz baxtli edi. Bak boyashab bo'lmasimi, pulimiz ko'p bo'lmasimi, uyimiz kichikkina ham intayin oddiy bo'lsimi,
Biz bu turmushni qadrlab, yaxshi ko'rishib, balalarimizga mehr muhabbatlik muhit hozirlab berib, birga yashab kelayotgani 11 yil bo'lgan. Ammo shu bir qitimlik xatolik hamma ishni ostin-ustin qilibdi. Yuz berib bo'lgan ishni qayta tagiganning, undaq bo'lmagan bo'lsa, bundaq bo'lmagan bo'lsa deb yurganning, boshqacha usulda tasavvur qilib o'ltirganning foydasi yo'q. Lekin u ishlarning yuz berganiga faqatla ishongim kelmaydi. Texi balaliqi qanmagan, qayg'ishligini qilib, bag'rimizda o'ynab kulib yurgan 6 yoshli qizimiz mushundaq qilibla ikki qo'lidan ayrilib qoldi. Qoq jaynigida Isit. Qizimizning qo'li kesilib, nakar bo'lib qoldi. Buning g'azodi kim sababchi? Dada turib kichikkina ochiqiga hay beramagan. Pulga keladigan ozg'ina mulkning ich og'irg'ida milliard pul xajlab musitva qilib bo'lmaydigan saqliq. Guhardek bir jup qo'lga ziyonkashlik qilgan dadisimi? Balalarimizning texmi yaxshi turmushga ega bo'lishi, keyingi turmushimizning yanama bayashatchilikda o'tishi, iqtisodiy jihatdan qisilib qolmaslik uchun xizmatimdan voz kechamagan. Shu kunimi kechilik ismini navbatimni o'tkazib olishga aldirab, dadasidan qo'rqib, yiqiqtab yig'lab turgan qizimni shu holda tashlab qo'yib chiqib ketgan mendimi? Yoki hech nimani bilmaydigan, shu narsalarni kesib bezab qilyapsa, dadasining ochig'i keladiganligini o'ylab yetamagan go'dak qizimdimi? Bo'ladigan ish bo'lganda xatolik surishtirganning foydasimi yo'q. Ammo bu yo'qotishning o'rnini to'ldirish qandoqmi mumkin bo'lsin? Qizim endi qandoq yashaydi? Qiz bola tursa, qo'liga arladimi bakrak ehtiyojliq tursa, hech bo'lmaganda uzun chochlarini tarimamdi. Keyin cho'ng bo'lib, hayz ko'rganlarida o'zining hojatidan o'zi chiqmamdi. To'y qilib balaliq bo'lmamdi. Ikki qo'li bo'lmasa bundan keyin qandoq yashaydi? Mushularni o'ylasam, yo'ldashimga o'shligim, hatto nafratlangim keladi. Shuningkin, ashu ish yuz bergandan keyin aramizda jidal qurib baxmadi. Men qizimni quchoqlab, uning hujrasida birga yotaman. Qizimga naqshi aytib, hikoya so'zlab beraman. Dadasinimi, aksinimi bu uyga yaqin yo'latmayman. Ishqi borsam qizimni birga elib boraman. Men ishlasam, u yenimda qo'nchoqlarini o'ynab o'ltirdi yoki boshqa sestra ochillar bilan birga o'ynaydi. Uni yana uyda, ashu rahimsiz, mudhish mijoz dadasiga qoldirib qo'yg'im yo'q. Xotirjam bo'lamayman. Uning bu qadar yovuzligidan qo'rqaman. Ras. Qandoq bo'lib mushundaq odamga tegib qolgan bo'g'iydim. U mundaq emas edi. Bahli mehri issiq, chiqishqoq, mehribon odam edi. Balalarimiz ziyoda amroq edi bo'lmasa. Bu ishlarning yuz berishini tasodibiylik degan taqdirdami? Kichikkina bir qizning qo'llarini bog'lab, himoyatsiz, yar yo'laksiz bir holda yotadigan yermi bo'lmagan, sovuq ham zaypuraydigan, qop-qorong'u bir yer osti uyga saq bir kech solab qo'ygani har qancha qilsam kallamdan o'tmaydi. Men qo'rqitib qo'yishni o'ylagan, undaq oqibat kelib chiqar demabdiman deydi. Qo'rqitib qo'ysam birdan yerimdan bo'lmamdi. Ish qilib, qizimning ikki qo'li yo'q bo'ldi. Meyib bo'lib qoldi.
Bechora qizim. Bechora qizim keyingi umrida qandaqmi qilla? Qandaqmi qilla? Bularni o'ylasam, dadasini chanab, tutma talon qilvassam, dadim chiqmaydi. Dadim chiqmaydi. Doktorxonada xeyli uzun yotdim. Apam yenimdan ketmay holimdan xabar oldi. Ikki qo'limning yo'q bo'lganiga bakmi yig'ladim. Lekin qancha yig'lasammi o'rniga kelmadi. Hay, krisloni kesibsan-ku. Qarg'ina, uni buzib yetibsan. Sen zodik gap olmamsan. Har kechasi tushlarimda dadamning ochiqlig'icha toni bilan qo'limni, putlarimni, hatto ko'zlarimni bog'layotganligini ko'rib, cho'chib uyg'onib ketadigan bo'lib qoldim. Shundaq chaqlarda texmi bak yig'laydim. Apam nima bo'lganligini so'rasa, ko'rgan tushlarimni aynan aytib berdim. Shuning bilan u yig'lab ketadi. Keyin uyga qaytib keldik. Apam yana ishga bormay holimdan xabar oldi. Dadamni hujramga yaqin yo'latmadi. Shu qitimqi ishqa dadam sababchi bo'lgan bo'lsa-mu, uni seg'ingan edim. Burunqidek quchog'ida o'ltirgan, kichik qo'llarim bilan uning o'sib ketgan soqollarini, qansharliq burnini silab, tutib o'ynag'im. Mangziga so'yib, bo'ynidan quchoqlab, uyqum kelsa, quchog'ida uxlab qolg'im kelgan edi. Undaq deganim bilan hozir qo'llarim yo'q. Uning o'rniga qatma-qat yugab tengib qo'yilgan daqlar bor edi xolos. Qo'llarimning o'rni bakli og'riydi. Biror narsa tegib ketsa, ehtiyotsizlikdan ustalning qarg'a, karvatning leviga, ishga urilib qolsam-mu, og'riqqa jinim chiqila tas qiladi. Shundaq chaqlarda bakli qattiq yig'lab ketadi. Dadam ushqandek kelib meni quchqiga oladi. Opam etilib kelgan peti meni uning quchog'idan tortib olib, ko'tarib hujramga akirib ketadi. Shundaq chaqlarning natchisida dadamning o'z hujrasida ho'ngrab yig'laganlarini anglagan edim. Muhabbatnoma 3-qism. Shundaq chaqlarning natchisida dadamning o'z hujrasida ho'ngrab yig'laganlarini anglagan edim. Keyin qo'limdagi dakini elib etishdi. Daki elib etilgandan keyingi qo'llarim, to'g'risi, u qo'llarimning o'rni to'limi ko'rimsiz edi. Qarasammi qo'rqatdim. Bularga o'zimning ishkanligiga ishongimni kelmaydi. Aslidagi chiroyliq, o'maq, budruq qo'llarimni usul o'ynayalaydigan, chechinni tariyalaydigan, opamning lavsiriqlarini, egiz pashinliq oyoqlarini, akamning rasm daftarlarini, bo'ya qalamlarini, kitoblarini tutalaydigan, o'ynab buzib yetalaydigan, buzibsan deb ochiqlanishdan qo'rqib, ishkabning ichiga, karvatning ostiga, o'rindiqning keniga tiqib qo'yalaydigan va hech kim ko'rmaganda ba'zilarini elib chiqib aqlatga tashlay yetalaydigan. Dadamning velosipedining kenida o'ltirsam, egarni ching'ida qamalab tutalaydigan. Dadam ippagan paxta kampini tutib yeyalaydigan o qo'llarimni bakmi seg'inatdim. Qo'lim bachaqlada. Opam tamoq atsa, menmi yeniga kirib ilib. Qo'ymag'iniga unimay, xiymatlarini tang mijib, bezab qilib atding deganlar bilan karim bo'lmay, ko'ktatlarini xohlagancha uzib, titib, toki dadam kirib ko'tirib, yondirib chiqmag'icha parakandichilik salatdi. Hozir shu kunlarimni bakmi seg'inib atatdim. Chunki hozir opam tamoq atsa, yenida qarabla turalayman.
hech nima qilolmayman. Talashish turmoq. Xemir uzib basimi o'ynayolmayman. Televizor ko'rib o'ltiratdik. Bir top kichik bolalar sahnaga chiqib, muzikaga agishib, sakrab, qiyg'itishib usul o'ynashga boshladi. Men dast o'rnimdan turib, kulgunimcha ularni do'rab sakradim. Usul o'ynadim. Lekin qo'llarim yo'q edi. Ulardek o'ynayolmadim. Apam ippagan hal ranglik malika ko'ynagimning etaklarini ko'tarib piqirayolmadim. Shuning bilan bakli yig'lab ketdim. Apamning quchqig'i o'zimni itib, jaynakimning tuvini yo'q bo'lgan qo'llarim bilan uni quchoqlab, bakli ichinishli yig'ladim. Bir kuni apam cho'ng uzum ip keldi. Men o xil üzümge bekli amraq edim. Üzüm xeyli cho'ng bir sapaq edi. Apam uni yuyib, taxsiga ip chiqib, choy ustiliga qo'yishig'la. Akam birla taxlab kelib, hammani qo'liga elib oldi. Men talishib, xeyli hapilish baqqan bo'lsam-mu, qo'llarim bo'lmag'achqa akamning qo'lidagi üzümni elib olamadim. Shuning bilan o'zimni yerga tashlab, tipchaklab, bak qattiq yig'ladim. Tuqqanlar balalarini elib uyimizga keldi. Cho'nglar mehmonxonada parang selishib o'ltirganda, hamma balalar kirib, mening o'yinchiqlarimni qalamqan qig'ila turdi. Men o'yinchiqlarimni bakma ayaydim, qo'g'daydim. Boshqalarning elib olishini faqatla xohlamaydim. Lekin ular hay desammi, unimay elib oldi. Texi birsi 2-3 dan elib, ching'ida quchoqlab, ota-onalarning yeniga chiqib o'ltirib oldi. Ondan ota-onalarga uyga ketayli deb qag'ishlik qilish qildirdi. O'yinchiqlarimni ep ketadigan bo'ldi degan bir uqum bilan narslarimni talashdim. Ular bamidi. Qo'lim bo'lmag'achqa o'zim tortib olamadim. Shuning bilan putlarimni kerib o'ltirib, bor ovozim bilan qattiq yig'ladim. Taki ular o'yinchiqlarimning hammani qaytarib bergicha to'xtamay yig'ladim. Oila bo'yicha yetliq suratga tushdik. Hammaylar shunday chiroyli chiqibdi. Menmi opam eppagan osti laplimilik osmi ko'ynagimni. Tasmasi ba taq-taq oyoqimni kiyib, chiroyliqini ko'lib turibdiman. Opam o'tirdan ayirib ishga bo'g'ib qo'ygan chechimmi shunday yarashibdi. Lekin qo'llarimning jaynigidala yo'q bo'lgan qismi shunchalik ko'rimsiz, qo'rqinchli ko'rinadi. U suratga qarab ko'nglim buzildi. Yugurib kirib, karvatimni dum yetib elib, shu peti uxlab qag'ichi yig'ladim. Apam bo'lmasa, kiyimlarimni o'zim almashtirolmaydim. U yordamlashmasa, ishtinimni silib, hojatga o'ltirolmaydim. Tishimni cho'tqilab, chechimni tariyolmayman. O'yinchiqlarimni, hujramni u yig'ishtirib bermasa, o'zim qilolmayman. Tamoqimni yegizib qo'ymasa, o'zim yeyolmayman. Shundaq chaqladimi, doimla yig'laydim. Ish qilib har qanday ishni qilolmasam, cho'qimni yig'laydim. Bir mezgildan keyin opam ishga boradigan bo'lib qoldi. Muallimlarim boshqa bolalar Shakilaning qo'lidan qo'qib ketadi ekan, u bo'lsa yasliga kagili unmaydi ekan deb turganligidan yasligimi boramagan edim. Shuning bilan uyda doim o'zim yolg'iz qoldim. Yolg'iz qolgan sira qo'rqib, zerikib, qilg'inba ishlarni qilolmay, hattoki stakanga suv qo'yibmi ichamay. Qachonli qarasa yig'labla yuradigan bo'lib qoldim. Opam ishdan tushib qaytib kelsa-mu, dadam akamni maktabdan ep kelsa-mu, qo'shnilar biror ish bilan bizning uyga kirgan bo'lsa-mu, cho'qimli mening yig'layotganimni ko'radi. Ham menga ich og'irtishadi. Menga ularning ich og'irtishlari kerak emas edi. Men faqat o'zim qilmoqchi bo'lgan ishlarni qilolmaganim uchun yig'laydim. O'tirqimga yig'lab turgan echinishli holatimga qarab, opammi,
dadammi, akammi yig'laydi. Lekin shuncha ko'p yig'ilganlarimning, ozroqgina bir ishni qilolmasammi, uyni beshimga kiyib yig'ilganlarimning yana bir cho'ng yo'qotishga sabab bo'lib qoladiganligini. Mushu tufayli dadamdanmi ayrilib qoladiganligimni zodila o'ylab baxmagan ekanman. Behli cho'ng xatolik o'tkazib qo'ydi. Qarab turib, o'z qizimni nobud qildi. Undaq bo'lar demagan edim. Faqat ozroqli qo'rqitib qo'yay degan. Biroq uni yer osti uyga akirib solab qo'yib, o'jiramga kirib yetib uxlab qolishimni. Shu uxlagancha ayolim kechilik isminini o'tkazib berib, qaytib kelganda ondan uyg'onishimni faqatla o'ylamabdiman. U meni uyda haroq saqlag'ilib qo'ymaydi. Lekin men yoshirincha biror botolka saqlab qo'yatdim. U uyda yo'q chaqlarda, kayfiyatim yaxshi bo'lmaganlarda, turmush besimidan beshim og'rib, nima qilarimni bilmaganda, shuningdan bir romka ichib olib, ondan jimmada uxlab qolatdim. Shu qitimmo, shu nas haroqning kasofatidan bo'ldi. Bir romka ichdim. Kayfiyatimdagi turoqsizlikni o'zgartirmadim. Beshim og'rib turadi. Kresloning bozilg'iniga ochchig'im kelib tursam, Shakila behli qattiq yig'ladi. Uning yig'i ovozi butun binoni bir oldi. U yig'lagan seri beshim texmi qattiq og'ridi. Uni yer osti uyga solab qo'yib, qaytib chiqib, yana bir romka ichdim. Dada, singlim qani? Onunla aralashmay chiqaymana. Tapşırıqını işlə. İşləp olub uxla. Oğlumni vaqirab haydavatgandan keyin karvatda so'zlib o'ngda sig'yatdim. Shuningdan keyin uxlab qoldim. Toki oyolim qaytib kelguncha. Ishlar shundoq bo'ldi. Doktorlar qizimning qo'llarini kesib etadigan bo'ldi. Men bir mal'un dada. O'z qo'llarim bilan qizimni meyib qilgan, uning kelgusini, butkul hayotini vayron qilgan rahimsiz dada. Mundaq bo'lar deb kimmi o'ylagan? Shu bechora qizimning o'rnida mening qo'llarimni kesishchi. Go'dak qizim dush kelgan u og'riqlarni menga beschi. Nima kun kelsa, mening beshimga kelsa, shu notvan qizim qo'llari, hayoti, jismi aman qolsichu koshki. Bular ish bo'lganda yig'lagan bilan, pushaymon qilgan bilan o'rniga kelmaydi. Bu ishlarni asliga keltirishga hech qanday amalim bo'lmadi. Qizimning ikki qo'li kesilib, meyib bo'lib qolganiga zar yig'lab nola qilganlarga, ayolimning qizimni quchoqlab ho'ng yig'lashlarga yuragimni ichtirib qarab turishdan boshqani qilolmadim. Chidayolmadim. Ammo zo'rig'i chidashdan boshqa qo'limdan hech ish kelmadi. Qizimning har bir harakati o'q bo'lib yuragimga sanjildi. U kiyimlarini o'zi kiyolmadi. Tamoq yeyolmadi. Usul o'ynayolmadi. Rasm chizolmadi. Opsining kiyimlarini, oyoqlarini kiyib olib, selvat deb qo'glasa, oldida yiqilib qo'pib qocholmadi. Qo'shnilarning bolalari bilan qo'glashib o'ynayolmadi. Qo'llari bo'lmaganligi uchun hech kim uni araga olmadi. Hech kim uning bilan o'ynashni xohlamadi. Ana shunday chog'larda u behli ezilib, yig'lab ketadi. Uningga qarab, men bag'an seri tugishib ketavatdim. Bara ular meni tashlab
Ayolimmi, qizimmi, hatto o'g'limmi menga ta'tir qarab, mendan hazar aylagandek o'zini qochirib yurishadi. Men eshikdan kirganda, ular zo'q-sho'q bilan kulishib, paranglashayotgan yoki birga o'ynayotgan bo'lsa, meni ko'rgan hamon kulkilari, ovozi o'chadi. Mendan o'zini shu qadar qochiratdiki, o'g'limmi mening velosipedimga o'ltirmay, maktabiga minib berib keladigan bo'lib olgan edi. Ularga bir ish qilib berishni o'ylaydim. Bo'libmi qizimga men sabablik yo'qotganlarning o'rnini to'liqlab berish, ozroq bo'lsa-mu bir ish qilib berishni orzu qilardim. Biroq uning qo'llari kesib etilgandan beri men chetga qoldim. Xatoligimni e'tirof qilaman. Lekin buningdan keyin hargiz unday ish bo'lmaydi. U butun dunyoni o't qo'yib ko'ydirib atgan taqdirdami, oilamizning kulini ko'k so'rib etilgan holatdami, barliq topgan targinimizni kun-pay-kun qilib atgudek iqtidori bo'lsa-mu, endi uning bir tal mo'yig'i chepilmaydi. Hatto ko'zimni cho'ngroq echibmi qaramayman. Qilganlarimga behli pushaymon edi. İnsanning xatoligini tonishi, shularning o'rnini to'ldirish uchun fursat berilishi kerak edi-ku ajiba. Endi bardoshlik beramadim. Qizimning yig'isi yuragimni az-azdan titib, cho'qqa yiqib ko'ydirib, echishtirib, og'ritib, tugitib bo'lay dedi. Men hammaga haqliq, ammo aqlimdan ezib qolay dedim. Ayolimning so'g'ib qarashlari, do'q qilishlari, ikki bolani yeniga tortib olib, menga qaramasligi, sirtdagi kishilarning meni ko'rsa kusur parang qilishib, meni sharatlashib, bir-biriga nimalarnidir deyishlari, xizmatdoshlarimning bu ishlar uchun har kuni necha qitim ayblashlar. Bola tarbiyasi haqida soatlab nasihat qilishlari. Men haqiqatan chidayolmay qoldim. Mening xolishim emas edi. Qizimning qo'li yo'q bo'lishini, meyib bo'lib qolishini men xohlaydim-mi ajiba? Bas. Endi tugasin. Men sabablik mushundaq bo'lib ketgan ishlar men bilan tugasin. Endi chidab bo'lolmadi. Balkim mushundaq bo'lsa sal yaxshi bo'lar. Ular uchunmi? Men uchunmi? Ish qilib, hammadan umidim o'sildi. Men hatto yashashqimi salohiyati to'shmaydigan bir odam. Bu oilada yana ortiqcha odam bo'lib qandoq qilay? Jimjitlik ketay. Buncha besib, pushayman, ochiq og'riqlar, yig'i zorilar ichida bir kuni saram bo'lib qolsam, ularga eg'irim tushib qoladi. Bardoshlik berish chekimdan eshib ketgan bu ishlarni mushundaq hal qilishdan boshqa choram qolmadi. Haqiqatan beklay amalsiz qoldim. Muhabbatnoma 4-qism. Ko'r fikirlikini hujrasidagi asma shamoldirg'ishga bog'lab, shuningga esib o'libapti deydi-ku. Ha shu, bu nimish qilganidu? Voy, bekli echinishli ish bo'pti, ha? Men ikki qo'limning yo'qligiga ko'namay, ertadan kechgacha yig'lab yurgan kunlarning birida dadam o'lib ketdi. Cho'nglar u to'g'riliq o'zaro so'zlashib yurdi. Ondaq o'lib olishning qandoq ish ekanligini men bilmaydim.
Faqat bilginim, shuningdan keyin dadam yo'q bo'ldi. Apam, cho'ng dadamlar va boshqa tuqqanlarning hammasi uyimizga keldi. Hammaylar oqbaqlashib, hushidan ketgandek bo'lib, azoblanib yig'lashib yurdi. Ulardan boshqa yana bir muncha oq kiyimli kishilar keldi. Hammasi birlashib, bir talay ishlarni qildi. Atis atdigini men ko'zimni ochib turishimga yig'izar qilishib, yo'g'on bir sanduqni eshikdan elib chiqib ketishdi. Shuningdan keyin uyimiz oz-ozdan besiqdi. Tuqqanlarmi bir-biridan tarqab ketishdi. Eng oxirida opam bilan cho'ng opamla qoldi. Ular har ikkalasi yig'laydi. Bir-biriga esilishib, to'xtamay yig'laydi. Ani shu chaqdan boshlab dadam g'oyib bo'lib ketdi. U chaqda uning qayerga ketganini bilmaydim. Boshqalar uni o'lib ketdi deyishdi. Biroq o'lib ketsa qayerga ketadiganligini tushunmaydim. Taki bir chaqda qo'lim yo'qligi sababidan oyog'imning tasmasini itamay ho'ngrab yig'lab ketgan chig'imdala cho'ng opam koyib ketdi. Yig'la, yana yig'la. Yig'i degan sho'rpishonlikning alomati deb qochqan seri xo'ymi yig'lan qo'yib ketding. Mushundaq yig'laveribmi dadangning bishchiq chiqib bo'lding. Ko'nlar yig'ini keltirar deb tikan. Endi yig'laverib boshqalarimizning bishchiq chiqqan senga. To'la yig'lab dadangning o'lgin yetmagan bo'lsa, yana to'xtamay yig'la. Ya men o'laman, ya ona o'la. Dadamning yo'q bo'lgani menga ig'ir kelgan edi. Gerçi o çağda hazırqidek hammani aynan his qilib, aynan ifodalab bera oladigan aqlimda bo'lmasam-mu, ish qilib dadamning yo'q bo'lishi meni ikki qo'lim yo'q bo'lgandan-mi ig'ir ruhiy yo'qotishga, g'ayrib to'yg'isiga, yar yo'laksizlikka patirib qo'ygan edi. Cho'ng opamning shu gapidan keyin yig'lamas bo'ldim. Bir ishlarni qilolmasam yig'lig'im keladi. Biroq dadamning yo'q bo'lganini, mening yig'laganligim sababidan o'lib ketganini o'ylasam, yana yig'lasam opamning yoki cho'ng opamning o'lib ketadiganligini o'ylab, bakmi qo'rqatdim. Shuning bilan har qancha yig'lig'im kelsa-mu, chidab yig'lamaydim. Bir mezgil o'tib, opam ishga boradigan bo'lib qoldi. Akam maktabga borg'achqa, men uyda yolg'iz qolardim. Ba'zi ishlarni opam bilan akam bo'lmasa qilolmaydim. Masalan, opam bo'lmasa ishtonimni sololmaydim, kiyolmaydim. Hojatga o'ltirolmaydim. Chechimni bo'g'olmaydim. Hujramni yig'ishtirolmaydim. Akam bo'lmasa tishimni cho'tqilayolmaydim. Tamuqimni yeyolmaydim. Har kuni uyda yolg'iz qolaverib, bakmi ichim siqildi. Hech ish qilolmag'achqa texmi bak siqilib, yig'lig'imni keladigan bo'lib qoldi. Biroq yanala qo'rqatdim. Atigini opam ishga boraman deb eshikdan chiqib ketsa, toki tushda u eshikdan kirguncha ko'zim to'rt edi. Uning sog'-salomat qaytib kelishi uchun yig'lasam bo'lmaydi. Faqat chidamay ba'zida yig'lab sag'anlarimda orqadala opam endi qaytib kelmay qolarmi deb qo'rqishga boshlaydim. Yolg'iz qoladigan kunlar uzargan seri ba'zi ishlarni o'zim qilishni o'rgandim. Qilolmasam qayta mashq qildim. Tish cho'tkasini qo'lsiz ikki beligimning orasiga qistirib, beshimni uyan-buyan harakatlantirib tish cho'tkalashni o'rgandim. Ishtonimning sertmisini itammasam, ishton kiymay ko'ylak kiyishga boshladim. Ondan hojatga kirganda ko'ylagimning etaklarini yig'ishni, kalta ishtonimni qandoq tushirib chiqarishni mashq qildim. Ikki beligim orasiga qo'shiqni qistirib tamoq yeyishni, o'rindiq ustiga chiqib turib qocha yeyishni, pol surtkichni quchoqlab so'rab yurib uy tozalashni, dasmalni ustalga ching besib turib ustalni surtishni o'rganib oldim. To'la qilaverib, oxir bu ishlarni qiynalmay qila oladigan bo'ldim. Chechimni tarab bo'lganmag'ashqa, opamga deb o'g'il bola chiqilib qisqa
kichikcha chash qo'ydirib oldim. Keyinchi opam oyoq ipasa tasmasi yoki bo'qqichi ba oyoq ipamay selibda kiygili bo'ladiganlarini tanlab ip beradigan bo'ldi. Bara hujramni yig'ishtirib tozlashni, opam kelgicha ko'ktatlarni adolab tayyor qilishni, meva chivilarni yuyib taxsiga tizishni, hatto putlarimda dastlab kir yuyishni o'rgandim. Garchi bularni o'rganish xeyli tas kelgan bo'lsa-mu, lekin qilolmaganlik sababidan yig'lasam bo'lmaydi. Uning ustiga tirishsamla qilib ketalaydiganligimni bilib qolgan edim. Zar qilib ketgan 7 yoshga kirdim. Ammo jismimdagi alohida sabab tufayli maktabga kiramadim. Muallimning deyishicha, qo'lim bo'lmasa xat yozolmaydi ekanman. Rasm chizolmaydi ekanman. Topshiriq ishlab, usul o'ynab, maktabning boshqa faoliyatlariga to'salg'usiz qatnashib, normal bolalardek o'qiyamaydi ekanman. Shu sabablar bilan orqa qaytirib yetilgandan keyin ko'nglim bak yerim bo'ldi. Shunday yig'lig'im keldi. Lekin yana yig'lamadim. Ko'zlarimda yosh lig'irlab tursa-mu, zo'rg'a chidab, opamga agishib uyga qaytib keldim. Shu kuni opam bak yig'ladi. Uning yig'lig'iga qarab bakmi qo'rqdim. Yig'lamasa bo'ladi. Endi men o'lib ketamanmi? Yoki akam o'lib ketarmi? Biz o'lib ketsak, opam yolg'iz qoladi. G'erib sinadi. Hech kim qolmaydi. Shunga u yig'lamasa yaxshi bo'ladi. Maktabda o'qimasam mayli, faqat opamga bizga hech bo'lmasa bo'ladi. Doim shundaqla o'ylaydim. Ammo bu xiyollarimni opamga deyolmaydim. Maktabga berish arzuyim yo'q chiqqandan keyin put barmog'imga qalam qistirib xat mashq qilishga boshladim. O'qishni va tonishni akam o'rgatib qo'ydi. Yezishni raqamdan boshlab, dastlabda 1dan 10gacha bo'lgan sonlarni o'qishni, yezishni o'rgandim. Boshda sal qiynaldim. Lekin uzluksiz mashq qilish jarayonida oningga ko'nib ketdim. Akam kundan kunga ilgirlayotganimga qarab xushal edi. Keyincha harflarni, so'zlarni o'rgandim. Oqshimi uxlashdan burun o'qishni o'rgatib qo'ysa, bir yoqdan o'qib, bir yoqdan yezib, putlarim o'yishib qolg'icha mashq qilardim. Attigini maktabga menishdan burun yana bir harfning barliq shakllarini, tuzilishni tushuntirib, o'rgatib qo'yib ketadi. Akam kelgicha shularning hammani o'rganib bo'lib, yangisini o'rgatib qo'yishni saqlab turardim. Apam mushu usulda savodimning chiqayotganini bilganda, xushalligidan akam ikkimizni quchoqlab yig'lab ketgan edi. Keyingi yili, ya'ni 8 yoshga kirgan chig'imda yana bir qitim o'qishga tizimlat qilib edik. Bu qitimmo maktab meni og'ili unimidi. U chaqda apam sumkasini maktab mudirining ustiliga do'ngida tashlab vaqirab ketdi. Qizimning ishki qo'li yo'qligi ras. Lekin men sizga u boshqa normal bolalarga o'xshashlar maktabda o'qib ketalaydi, boshqa bolalarga o'xshash o'qiy oladi, yoza oladi, imtihon bera oladi deyapman. Usul o'ynaymiz kerak yo'q? Putlari bor, yuguralaydi. Voleybol, basketbol o'ynaymiz mayli. Naqsha aytalaydi. She'r dekilmasiya qila oladi. Hozirmi kichikkina turib uy tozalash, kir yuvish, ko'ktat adalash deganlardan qilolmaydigani yo'q. Sizga bundan boshqa yana nima kerak? Qo'li yo'qkan debla maktabga olmasangiz, keyingi istiqbolli mushu bir eg'iz so'zingiz bilan yo'q bo'lsa, qizim keyin o'zining turmushini o'zi qamdiyamasa, turmushda qiynalib qolsa, mendan keyin yo'laksiz qolsa, uni siz boqamsiz? Oldi bilan sinab baqsangiz, o'qitib, yozdirib ko'rib baqsangiz, siz o'qitib kelgan bolalarga o'xshash o'qib yezib beramisa, andin gapingiz o'sqinmamsiz, ha? Mudir opamning ko'ziga bir hazo qarab ketdi. O'qishni o'qisin, ma'qul. Yezishni qanday yozadi? Ishtigan, orzu bo'yicha bo'ldigan gap emas bu. Kela qizim, mudir apandiga yezib ko'stib qo'ygan, ha?
Apam sumkasidan daftar bilan qalamni chiqarib yerga qo'ydi. Ondan mudirning o'rindig'ini tartib yanimga akeldi. Men chaqqonlik bilan o'rindiqda o'ltirib, o'ng putimning oyog'ini seribla selivatdim. Apam engishib paypig'imni soldiribdi. Shuningdan keyin yerdagi qalamni barmoqim orasiga apchilik bilan qistirib, apam ichib bergan daftarning siziqliq varqiga akam o'rgatgan sonlarni, harflarni, so'zlarni yozishga boshladim. Putimda yozganimga qaramay, xatim xeyli chiroyli edi. Mudir mening putimda xat yozayotganimni ko'rib, hayronlikdan dong etib turib qoldi. Onunğa aksi o'rgatgan. Agar boshqa bolalardek normal dars o'qish fursati bo'lsa, buningdan yaxshi o'rganib ketalaydi. Men qizimga ishonaman. U cho'qim yaxshi o'qib ketalaydi. Mudir peshonasidan tapchiyotgan tarlarni qo'l yog'lig'i bilan sirtayotgandan keyin yana tilini chaynashga boshladi. Shundoq ekan. Qizning haqiqatan tirishchanligi bor ekan. Lekin bir sinf o'quvchi ichida bir elam mushundoq daftarni yerda qo'yib, oyqini silib etib, putida xat yozib o'ltirsa, o'qitish ishlariga ta'sir etib qolmasmi? Meningcha, balani yanala alohida o'quvchilar maktabiga olib bersangiz yaxshi bo'larmikin? Edi o'quvchilar maktabi deganingiz, meyipla paravanliq maktabi shumi? Ha, shu maktab. Kin emas. Men qizimni mushu maktabda o'qitaman. Olsangizmi olasiz, olmasangizmi olasiz. Agar zadili unimisangiz, men ma'rif idorasiga berib, meyip balani kamsitdi, balaning istiqbolini o'ylashmay o'zining xizmatiga osonlik tug'dirish tarafdori bo'ldi deb ustingizdan arz qilaman. O'qiyanmagan bo'lsa, tili kam tikkan deysiz, ha? Yozolmagan bo'lsa imkoniyati yor bermaydi ekan deysiz. Lekin bu bola putida bo'lsa-mi yozolaydi. Texi yozgan xatlari siz bizninkidan chiroyli. O'zining shundoq bak o'quvchisi bor. Hey, ishki qo'li yo'qkan deb o'qishga olmasangiz, yo bizning uning qo'llarini paydo qilishda qudratimiz bo'lmasa, nadik cheklasmaydigan bir sabab bilan bolani o'qishsiz qo'ymoqchimi? Unda oson ish yo'q. Bugun yo sizning yo'lliq bo'ladi, yo mening. Bolani mushu maktabda o'qitgan. Apam shundoq deb meni quchqiga elib, mudirning o'rindig'ida o'ltirib oldi. Men uning hozirgidek yo'lsiz, jidalxo'r, besham holatini azaldan ko'rib baxmagan. Esimni bilsamla eg'ir besiq, muloyim, iliq chiroy ayol edi. Ammo shu topda meni deb maktab mudiri bilan takallashayotganiga qarab, ko'zlarimga ishonmayla qoldim. Apamning jidallariga bas kelamay, mudir oxir meni ep qilishga qo'shildi. Ammo keyincha qizimning o'qish natijasi yuqori bo'lmadi, boshqa kollektiv faoliyatlarga qatnashtirilmabdi, boshqa bolalardan farqli muomala qilibsizlar deb bizni izlab kelmoqchimi? Atisidan boshlab boshlang'ich maktabga o'qishga kirdim. Esib ilishim qulaylik bo'lishi uchun dumbamga chaplab asadigan sumka ishlatmay, yonga asadigan uzun bog'liq sumka ishlatdim. Xat yozishimga qulaylik bo'lishi uchun apam alohida buyurtib ko'kda to'g'raydigan ambalchilik egizlikda parda yostib berdi. Do'skini ko'ramay qolmasligim uchun hammaning oldida muallim dars so'zlaydigan munbarning oldiga o'rlashtirib qo'yildim. Shunda qilib, o'zimdan bir yosh kichik savodoshlarim qatorida boshlang'ich maktabning 1-yillik sinfining o'quvchisi bo'lib qoldim. Hayotimning keyingi manzillarida izchil men bilan birga bo'lgan. Eng qiyin kunlarimda yenimda turgan. Menga har jihatdan yordam qilib, opam bilan akamdan qasila eng yaqin kishimga aylangan Erpon bilan mush sinfda tanishgan edim. U dal mush sinfdagi savodishim, eng yaqin do'stim ham pardadishim edi. Muhabbatnoma 5-qism. Yo'ldashimdan ayrilib qolishimni faqatla o'ylamagan ekanman. Bo'g'liq bo'lib bo'lganda o'zini uncha bala ayblab ketishning mahojati yo'q edi. Shu kunlarda uningga qaydib elib, to'g'ri qilmaganligimni uningdan ayrilib qolgandan keyin his qildim. Balani jazolash badaliga nakar qilib qo'yganiga achchig'im kelib, operatsiyadan keyin izchil Shakilaning yonida turdim. Uningga gapmi qilmadim, korimmi bo'lmadi. Menga qo'shilib,
o'g'limizmi dadasiga ta'tir qarab qo'rqib yuradi. Unda qilmaslikni aytdim. Dadamdan qo'rqima. Mening qo'limnimi, singlimning qo'lini bog'lagandek bog'lab qo'yisqanda qilama. Amal yo'q. Azroq vaqt o'tsa, hamma iziga tushar debdiman. Lekin shu azroq vaqt o'tguncha uning kallasidan o'tkazolmay, uyning va ikki bolaning butun ig'irchiligini menga tashlab berib, o'lib oladiganligini nadim bilay. Peshonamga elib qo'pqan kashmishlarim shu o'xshaydi. Qanday qilatdim? Taqdirda yezilganini ko'raman amdi. Helimi bechora bolalarim menimi dadasidek yo'lga mengib, o'zlarini tashlab ketishimdan qo'rqib, ansirab, yuraklari suv. Qizim Shakila yenimdan birdamam eri bo'lmay, kuch yetmasa uy ishlariga yordamlashga kuchinib tirishib baqidi. O'g'lim Shuhrat bir yanda meni xush qilish uchun paybetak. O'g'il bola turib qiz bolalar qiladigan ishlarning hammani o'rganib bo'ldi. Maktabdan qaytib kelib, mankagucha xemir yo'g'irib qo'yishlari, qiymaga piyoz chanab, go'sht to'g'rab qo'yishlari ichimni kuydirdi. Shakilamu kichikina putlarda dastlab mejib yurib kir yeyishni o'rgandi. Tamoq yeb bo'lsaq, aks akirib qo'ygan qachilarni o'rindiqqa dastlab turib, bir aplik yeyib ketdi. Ularning shuncha tirishchanligiga qarabmi, tashlab qo'yg'im kelmaydi-da. Dadasiga ketdi. Endi menmi u mangan yo'lda mansam, bechora bolalarimning mendan boshqa nemisi qoldi? Men ketsam ular qanday qiladi? Turmush haqiqatan oson emas. Bo'libmi qizim ikki qo'lidan ayrilib qolgandan beri texmi taslashib ketdi. Dadasidan ayrilib qolgandan keyin yanama taslashdi. Biroq biz hammani yengib ketalaymiz. Faqat bolalarim yenimda bo'lsa, ularning xushallig'i uchun men hammaga bardoshlik beraman. Garchi bir yil kechikkan bo'lsa-mu, qanday qilsam qilib uni maktabga kirgizdim. Maktab mudirining dastlabki andishlarini yo'q chiqarib, qizimni shunday tirishib o'qidi. Anglasam, uning maktabida xeyli uzungacha daftarini yerda qo'yib, putida xat yozdigan bir meyib qizning paydo bo'lganligi haqida gap tarqilib, boshqa sinfdagilar bir amal qilib dars vaqtida kirib uni ko'rib chiqib ketib yuribdi-dak. Texi o'qituvchilar yaxshi o'qimagan o'quvchilarga uni misol qilib berib, uningdek bir meyib qiz shuncha tirishib o'qiyotgan yerda boshqalarning putqollari saq turibmi yaxshi o'qimay bo'shonlik qilib yurganidan og'rinib yurib demish. Bu gaplarni anglab, kulib qo'ydim. Nemila degan bilan hamma odam o'zining turmushini yashaydi. Uni misol qilishsimi, alohida ahvolga qarab, alohida imtiyozlarni berishsimi, ishlarda asosan bak o'zgarish hosil qilib bo'lmaydi. Faqat qizim tirishib o'qisala, o'zining kelgusini o'zi yaratalaydi. Erimdan qilib, oilaning jafosini yolg'iz tortish haqiqatan tas keldi. Biroq ona bo'lib to'rilib, guldek ikki jonning mas'uliyatini zimmamga olgan ekanman. Oxirigacha bardoshlik bermay amalim yo'q edi. Xizmatdoshlar va tuqqanlar meni qayta yotliq bo'lishga undaydi. Ancha-muncha loyihalarni tanishtirdi. Dastlabda xolamadim. Lekin bu oy bu kunlardagi jafoyimni, yolg'izlik ham besim ichidagi eg'ir kunlarni yolg'iz o'tkazib bo'lishga ko'zim yetmadi. Bolalarim bor degan bilan uning yo'li boshqa edi. Uyni, bolalarning eg'irini tang ko'tirdigan, at oqshomlari holingni so'raydigan, ishlardan aram degandek bekor bo'lib, erib echib kirsang, mo'rangni ulab, bir istakan choy sunadigan bir bo'lish kerakkan hayotingda. Shularni o'ylab yetgandan keyin qayta to'y qilishni o'ylashishga boshladim. Lekin loyiq chiqqanlarning hammasi mening ikki bolam borlig'ini, ichidagi birsining eg'ir meyib ekanligini bilgandan keyin asta besqit qilishdi. Menga undaq o'zim bo'lib, bolalarim bo'lmasa bo'ladigan kishilar lozim emas edi. Ular bilan gapimiz bir yerdan chiqmagandan keyin, buningdan keyingi turmush davomida ahvolga qarab beqish qaroriga keldim. Qandaqli bo'lmasin, hayotimdagi eng tas kunlardan o'tib ketdim. Buningdan keyingilari o'yinning o'rnidagi ishlar. Ular yo'q chog'dimi bir o'pdan yashagan. Bo'lsa o'ylish baqaman, bo'lmasa yana mayli. Ish qilib, bolalarim hammadan muhim deb qaraydim.
Agar haqiqatan qayta to'y qilishga to'g'ri kelsimi, u faqat turmushning ehtiyoji bo'ladi, xolos. Maktabga kirib o'qiyolganimga xush bo'lib yursam, ha degandila yeklash, cheklashlar g'ururimga tegib turdi. Boshqa bolalardek doskaga chiqib, muallim so'rgan savollarga javob yozolmadim. Qo'lim sababidan adabiyot san'at faoliyatlariga qatnashtirilmaganimni to'g'ri tushunsam, butun botiribmi tantarbiya faoliyatlaridan cheklab qo'yildim. Men uzun va qisqa oraliqqa yuguriyalaydim. Futbol tepalaydim. Usul o'ynayolmaganim bilan naqsha aytalaydim. Apam aytgandek she'r deklamasiya qilalaydim. Lekin ular menga qat'iy fursat berishmadi. Men bilan bu jihatlarda moslashishni avorchilik ko'rishdi. Ey balam, bir hisobda shumi yaxshi bo'lg'ini. Zehningizni necha tarafga bo'lmay o'qishga qarata olaysiz. Shu ishlarga qaraganda muallim o'tgan darslarni yaxshi o'zlashtirib, yuqori natija bilan sinfga o'tish hammadan muhim. Boshqa ishlarni aldirmasaqmi hamon bir kunlar qivag'il bo'ladi, ha? Men opamning shunday gaplaridan ilhom olatdim. Ham texmi tirishib o'rganishga bel bog'laydim. Savaqdoshlarim meni asosan arg'a olmadi. Shunga dars oralig'idagi bo'sh vaqtlarimni dars takror qilib, muallim oilaga qaytganda ishlashga o'rinlashtirgan topshiriqlarni sinfda ishlab o'tadi. Shunday bo'lganiga yarasha natijam sinf bo'yicha, hatto parallel sinflar bo'yicha hammaning oldida edi. Bir xushalliqqa bir qayg'u hamra bo'lib kelgandek, natijam yuqori bo'lgani bilan maktabga tekshirish umigi, baholash umigi kelgidek bo'lsa-la, munbarning eng oldidagi parta o'rindig'im yig'ishtirilib yetib, eng keynidagi bir o'ringa opirilib, boshqa normal o'quvchilar bilan o'xshash o'ltirg'izib qo'yilatdim. Oldimda daftar qalamlarim bor bo'ladi. Biroq bu parta egiz bo'lg'ashqa, buning ustiga putimni chiqarib xat yozolmaydim. Taki ular sinfimizni tekshirib chiqib ketib bo'lganda, ondan asli o'rnimga qaytatdim. Demak, muallimlarim va maktab rahbarligi yuqori darajalik o'rinlarning tekshirish va baholash umigining bu sinfda mendek bir meyib o'quvchi borlig'ini bilib qilishini faqatli xohlamaydi. Buningga mayli deydim. Apam aytgandek, faqat o'qib bilim elish fursati bo'lsa-la, boshqasi baribir edi. Qayta ashundoq bo'laverib, bara undaq chaqlarda o'zimni kamsitmaydigan, tekshirish keladigan desa, o'zimni bilibla nars keraklarimni yig'ishtirib, sinfning eng keniga berib o'ltiradigan bo'lib qoldim. Men kitob daftarlarimni somkamga selib, qo'lsiz bilaklarim bilan bo'ynimga esildirib bo'g'icha, savaqdoshlarimni parta o'rindiqlarimni nalagadir yig'ishtirib bo'lishadi. Boshqa ishlar undaq bo'lmag'ini bilan, mushu ish shunchalik tabiiy, intayin ravon tamomlanadi. 4-yillik birinchi mavsumga chiqqanda ahvolda ozroq o'zgarish bo'ldi. Maktab bo'yicha o'tkazilgan tantarbiya faoliyatida bizning sinfdan uzunga yugurishga tanlangan boladan biraylan, ya'ni partadishim Erpan oldingi kuni mashq vaqtida futi qayrilib ketganligidan musobaqani tamomlashga ko'z yetmay, ichi pushib yig'lug'idek bo'lib ketdi. Hammamiz uningga madad berib turardik. Shundaqdimi u faqat zehnini yig'olmadi. Rost degandek necha metr yugurmayla o'shig'ini siqindab yerda tugilib o'ltirib qoldi. Madad berayotganlar hammamiz do'rida uning atrofiga o'lashdik. Agar u musobaqani davomlashtiramasa, bizning sinfning bugungi faoliyatga natijasi yo'q bo'ladi. U shuningdan ansirab yig'lab yetayli deb qolgan edi. Dal shu chaqda men yugurib chiqdim. Erpan, sening o'rningni men yuguray. Darhol maykangni silib menga kiygizib qo'ya. U ko'zlarimga hayronlik bilan qarab turadi. Boshqalar bo'lsa yugurib, xeyli bir yergacha ketib bo'lgan. O'ylanib o'ltirg'ili vaqt yo'q. Chiqqan bo'la, maykangni sala. Ikkinchi qatam eg'iz ochganimda u darhol maykasini silib, hapala-shapala menga kiygizib qo'ydi.
Shuning bilan 8-nomerlik tantarbiya kiyimining maykisi mening uchamda. Kalti ishtini uningda qoldi. Men jon-jahlim bilan yugurib ketayotganlarning keynidan qo'g'layotganda bir o'g'il savaqdishimning gapi quloqimga kirib qoldi. Sinfimizda shuncha o'g'il bola turib, ashu meyib qiz balani oldiga chiqarib qo'ydik, a? Bo'lmadi juma bu ish. Yerib charchab, terlab tapchib, butun musofani yugurib bo'lgan chig'imda 3-chi bo'lib oxirgi nuqta sizig'idan o'tgan edim. Garchi 3-chi bo'lib qolgan bo'lsam-mu, boshqa hamma bolalardan keyin maydonga tushganim. Vaqt farqining xeyli baliqiga selishtirganda, buni olamshumul natija deyishga bo'ladi. Agar Erpanning o'rniga men tushmagan bo'lsam, mushu 3-chi bo'lishmi yo'q gap edi. Buning hammasi har kuni sahar turib cheniqqanimning. Apamning nashliq tayyorlab bo'g'icha o'ltiraq rayon qo'rasini yugurib aylanib kirganim. Ham avtobusga ulgurmay qolmay deb atigan kechlarda palaxshib yurganlarimning natijasi edi. Ish qilib bu qitimqi natija o'ylamgan ahvolda, o'ylamgan holatda maydonga keldi. Azaldan hech qanday faoliyatga qatnashib baxmagan menmi, hammalarga o'zimni ko'rsatib qo'yg'idek fursatga ega bo'ldim, desammi bo'ladi. Shu qitimqi faoliyatda boshqa turlardagi natijamiz qo'shilib, sinfimiz maktab bo'yicha 2-chi bo'ldi. Bu natijada mening hassam bor edi. Garchi saboqdoshlarimning buni ancha e'tirof qilg'isi bo'lmasa-mu, muallim meni munbarga chiqarib taqdirlab, o'zi bosh bo'lib chavoq chag'anda hammalarning agishib chavoq chammoqdan boshqa tanlashi bo'lmadi. Shuningdan keyin o'zim qatnasha oladigan tantarbiya turlarida mayli dars bo'lsin, mayli musobaqa bo'lsin, muallim mening fikrimni so'raydigan. Qatnashaman desam, oldin o'ylashib fursat beradigan bo'ldi. Albatta, men bejirim saboqdoshlarimning oldida chenib, safdan tushib qolmaslik uchun ulardan 10, hatto 100 haschilik tirishchanlik bilan olg'a intilatdim. Bir qitimliq tekshirish umigi uqtirish qilmayla to'yuqsizlik keldi. Maktab oxiri meni yo'shirib qolamadi. Ratlik kiyinib galostik taqagan, to'limi so'latlik, chiroyidan nur yig'ib turadigan bir necha o'qituvchi eshikni chekmay usuplisini kirganda muallim do'skiga matematika misollarini yozib atgan. Men bo'lsam qalamni put barmog'imda qisib o'tirib, shu misollarni daftarimga yozib ishlayotgan edim. Ularning kirib kelishi hammamizni cho'chitibdi. Menmi o'zimni o'ngshab, oyoqimni kiyib olishga ulgurmadim. Munbarning oldida o'ltirganim uchun eng boshda ko'zga chilqib qoldim. Kirganlar avval muallim bilan salomlashib, orqadan meni ko'rishdi va hayronlikdan dong etib turib qilishdi. Menga munosabatli so'ralgan savollarning ba'zisiga muallim javob berdi. Ba'zisiga yalangoyoq putim bilan yerga dastab o'ri turib, o'zim javob berdim. Shuning bilan o'qitish ishlarini ko'zdan kechirgili kelganlar bizning sinfda asosan men bilan vaqtni o'tkazib qaytib ketishdi. Ansirgan edim. Lekin hamma ish tuyuqsiz bo'lg'achqa hech kim meni ayblamadi. Ularning nima o'ylayotganligini bilmadim. Ish qilib muallimlarim mendan nomus qilgandekla to'yildi. Keyin kaptisi bizning sinfni. To'g'rirog'ini deganda meni ziyorat qilg'ili muxbirlar kelishdi. Uning oldingi kuni muallim meni sinfda ayrim ep qilib, ati maktab formamni pokiz yug'izib, chiroyli kiyib, chechimni ratlik tarab, oyoq paypoqlarimgacha pokiz kiyib kelishni alohida topilgan edi. Ammo sababini aytmagan. Atdiganda dars boshlab turishimizga ular keldi. Mendan ko'p savollarni so'radi. Putimda xatlarni yozg'izishdi. Kitob o'qitib angladi. Muallim do'skiga yozganlarni o'qig'ili soldi. Shundaqla o'qigan yozganlarimni hammasini suratga oldi. Bular yetmay, aloyidan taqlidiy musobaqa tashkillab, barliq bolalarni maydonda yugurgili selib, meni shular bilan birga yugurtib, qursa qatlash, yiroq sakrash, futbol tepish degandek o'zim qila oladigan tantarbiya turlaridagi alohida harakatlarni ishligizib, hammani suratga elishdi.
Eng oxirida sumkamni asqizib, uyimga boradigan avtobusga chiqqili saqindan keyin ondan ziyoratni oxirlashtirdik.